iPhone'ning kamerasi вообще zo'r. Android bo'lsa musor. 1 yildan keyin kamerasi ham boshqacha ham musor bo'lib qoladi deb Android ustidan kuladiganlar. Ushbu yerda mana ko'rsatgan arini ushlab olganmiz. Ari mana o'lib yotibdi. Xullas kalom ushbu arini akalar Vivo X200 Ultra ga hamda iPhone ga makro syomkada rasmini olib sizlarga ko'rsataman. Rezultatini ko'rib prosta yig'laysizlar. Endi bo'lsa boshladik. iPhone da birinchi bo'lib makro syomka qilib ko'ramiz. Mana makro syomka ketyapti iPhone da. Qo'ldan kelgancha yaxshilab olishga harakat qilyapmiz. Vivo X200 Ultra ga ushbu telefonda mana makro rejimiga kiramiz. Telefonni yaqinlashtiryapmiz mana. Bu arini rasmga olyapmiz ko'ringlar. Ikkosida ham oxirida rezultatlarni sizlarga ko'rsataman. Endi bo'lsa navbat rasmlarni tomosha qilishga. Qani, boshladik. Maman du travail, c'est bien. Bienvenue malak panggil babai.ฉันมีทำในยุคอาเลฉันจะเป็นบาปฉันมีทำในยุคอาเลฉันจะเป็นบาป Ushbu telefon 1,5 yil oldin chiqqan Vivo X200 Ultra bo'ladi. Qachon tan olasizlar, ey iPhonechilar?